Salom do'stlar, sizlar bilan men Rafi Gamer 2012 va men qaytdim. Ya'ni men Estivao degan o'yinchini ushlab olgandim bitta draftdan va mana uni sinab ko'raman. Ertasi kuniga esa Frank Riberyni reviewini chiqarib beraman. Men uni Sali Junior, Arkareliga o'xshab qilib bera olmasligim mumkin. Lekin birinchi botga qarshi, keyin odamga qarshi sinab ko'raman uni. Va mana Estivao detallar 201 tezlik, ya'ni eng zo'ri, 182 zarba, 154 pas berish, 196 dribling, 156 himoya qilish, 117 fizika, ya'ni yiqil kuchi. Atributi grams 112 shtraf, 174 burash. Finish qilish 189, agar 12 dan qo'shsak 211. Uzoqdan zarba 178, zarba kuchi 156, pozitsiyaga kirish, ya'ni to'g'ri joyda turish 201, yaxshi. Va finish shot. Bittagina finish shot. Estivao raqam 41. Va men hozir hozir qo'yaman. Mana sizlarga aytgandek, botga qarshi bo'lsa, botga qarshi, ya'ni 30 daqiqa, 60 daqiqadan 90 daqiqagacha sizlarga uni qilib beraman. Keyin bot odamga qarshi 13 daqiqadan 90 daqiqagacha 7 daqiqa vaqt oladi. Agar Estivaosi borlar bor, agar Estivaosi borlar ko'rish shart emas bu videoni. Hozir bu meningki, mana Estivao va uni komanda. Hozir sizlarga bitta narsa qilib bering. Kommentariyani yana gapirishni o'chiramiz. Endi boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'tkazib olamiz. Qani Estivaoni topish kerak. Ana. Offside. O'yin boshidan offside. Estivaoni topmoqchimi? Offside berasan qiziq. Mayli. Hop. Estivao. Hoppa, Estivao. Tezlik zo'r. Plus zo'r. Aytsam, dribling yaxshi, tezlikka 9 ball beraman. Juda ham zo'r. Tezlik, mana dribling qaranglar, mana dribling. To'xtab turib tepish. Yaxshi, juda ham zo'r. 4-kamera qilib qo'yaman. Mana. Xo'sh. Estivaoga kapteda olib qo'yadi. Himoya qilish yaxshi, botga qarshi bu. 56 himoya yaxshi. Darvozabonda o'tishga harakat qilaychi. O'xshamas ekan. O'zi kapteda oladi. Hoppa, yaxshi. Mana. Raul ketyapti. Kapta yerga tegmagan. Ko'ptok yerga tegmagan. Wow. Va sizlarning 3 daqiqalarini o'g'irladim. Uzr sizlar uchun. O'zimning vaqtimni ham ketkazyapman, sizlarnikini ham ketkazyapman. Juda ham xohlayman-da, endi meni ham 100 ming obunachim bo'lishini. Qani edi kimdir streamer bo'lib kelib mana shu bolaga obuna bo'ling desa. Mana bu Estivaoni nishonlashi. Wow. Hop, mana yugurib o'tdi. Yaya Ture. Blaze Matuidi. Va mana finish shot. Uzoqdan finish shot urib ko'raman hozir. Sizlar uchun uzoqdan finish shot. Finish qilishim kerak, finish. Ya'ni brush. Endi e-futbol o'ynaganlar nima desam bo'ladi? Blitz Corolmi? Blitz Corol. Hoppa. Yaxshi save. 3-kamera cross uchun. Bo'pti, trivial sanab ko'raman. Qotib qoldi o'yin. Bosdim, qotib qoldi. 2-kamera nima qilyapti bu yerda? 5-kamera dash ketdim.
Hop, 5-kamerada gol urishga harakat qilaman. Challenge. Qiyin ekan. Oh. Oppa. Oh, ana gol. Ana gol. Ne? Uy, ana buralish. Zo'r buradi lekin. 90 daqiqaga tugadi va Estevadan hat-trick. Va bu match amateur bo'lgan ekan. Amateur, ya'ni. Va men endi Estevani odamga qarshi sinib ko'raman. Ya, hozir kimdir o'ynaymiz, o'shaga qarshi o'ynayman. Yoki odamga qarshi o'ynay beraman. Hozir chiqib. Hatta. Rustam Yog'och. Sinfdoshim Zafar va G'ulomboy do'stim. Hozir kelaman. Yepti, men hozir odamga qarshi o'ynashga harakat qilaman. Iloji boricha boshqadan. Sinfdoshim emas boshqadan. Ne? Hozir o'yin boshlangach sizlar. O'yin boshlanib ketdi. O'tgan mavsum versus atakada Ilitildus va uning kapitani ham Maldini ekan. 121, 122, 120. Mana bu Esteva uchun haqiqiy challenge. Lekin Ilitildusga chiqishar qo'yaman. Keyin men pozitsiyani noto'g'ri tanlab qo'yibman. Yesus. Astagfirullah. Mana endi chidashga harakat qilaman. Iltimos. Hop, mana o'yin boshlandi. Iltimos, ket. Hop, o'yindan boshlayveramiz hozir. Uzr agar nimadir ovozlar eshitilayotgan bo'lsa, ukam yonimda. Kelib oldi yaramas. Hop, ana. Yaramas. Maldini, yaxshi Maldini. Estevaga g'o'tib beraman-da, qot qo'ysa o'ynashga harakat qilaman. Gulit. Himoya qilishdi. Ko'pda kerak bizga. Sal qoldi. Yaxshi pas. Men McTominay bo'lmadi. Sizga maslahat bersam, hech qachon McTominay hujumga yoki yarim himoyaga qo'yib ko'rmanglar. Hech qachon. Dunyodagi eng ahmoq va eng yomon yarim himoyachi. Pas bersa bo'ldi, u boshqa narsa qilmaydi. Yaxshi, biznikilar zo'r himoya qilyapti. Uniki ham, meniki ham. Shuncha men ko'pga berib qo'yishga zo'rman xolos. Mencha bu Demisterio o'ynashdan bilyapman. Cross bal qilmaydi hozir. Yaxshi, Maldini. Bu o'yin tugasin keyin yaxshiroq qo'yib berarman. Yaxshi, McTominay. Oxiri maqtanadigan ish qildi. Yaxshi. Oppa, Estevao. Yaramas. Yetib oldi. Estevao 201 tezligi yetar ekan, yetmas ekan. Oppa. Voy. Ne? Voy. Lam hujumga yuribdi. Lam, senga rahmat. McTominay yomon taraf ochilib qoldi. Uni videoga olib o'ynanglar, iltimos. Uni videoga olib o'ynanglar. Maslahatim uni videoga olib o'ynanglar ekan. Hop, yaxshi o'yin. Esteva hali tezligi, pas berishlari yaxshi. Ko'pga olib qo'yish 9 ball. Bel tushdi. Himoya qilamizmi? Yo'q, balans qilamiz. Va ko'p dedi, nimadir qilib bo'lsa ham hozir Estevaga beraman. Oppa. 3tasi o'tib ketdi. Driblingni qaranglar. Van Dijk. Voy!
Istivao. Ana. Oppa. Dribling 9,5. Yugurish 10. Voy, ana. Qotib qoldim. Mayli. Yugurish 10 ball beraman. O'tib ketdi. Cross qiladi yoki pas beradi. Bilaman bu bunaqalarni. Yo'q, pas ham bermadi, cross ham qilmadi. Mayli, bu safar istival tushyapti endi bu safar. Yugurmadim. Istivalchi bu zo'r bu o'yin bo'ldi va bu o'yinni tugatib qo'yaman endi. Voy. Bizga shtraf. Voy. Voy, ozgina o'tib ketdi. Voy. Bu odam ham yaxshi ekan. Nedir? Gol ursam o'tkazib yubordi. Gol ursam ham bunday yaxshilik qilib turdi. Mana shunaqa oqibatli insonlar ko'paysa loyim. Yutqizayotgan bo'lsa ham qaytmayapti orqaga. 220 mana u ham. Tezroq. Qani kaptay olamiz, yo'q, olmadik. Bu ham dribling qilib bergan. Voy. Bir demay shunaqaman. O'tkazib yuborarsiz endi. O'tkazib yuborguncha kutib. Ana o'tkazib yubordi, oqibat bor. Nimadir qilib bo'lsa ham endi kutib o'tiraman. Dribling berib ko'raychi qani. Voy, birdaniga terib qo'ydim-ku. Voy! O'tib ketdi. Comeback qilar hozir. Qani comeback qilarim? Yo'q, chiq. Wow! Van Dijk bor. Chiq bor. Chiq, meni qutqarib qoldi. Kimga pas berdi? O'sha. Bo'ldi, undan ketdi kopdi. GG bro. Endi himoyada ko'p teraman. Qotib qoldi. Rahmat. Kim bor? Hech kim yo'q. Bor ekan. Mayli ekan. 4 minut. Nimaga ishlatishni bilmayman. Shu elastik ko'raman. Yaxshi, o'yin tugadi mana. Hop. O'yin zo'r bo'ldi. Akamiz comeback qilishga ozgina qoldi, lekin meni yonimda Chex bor edi. Chex o'yinni qutqarib qoldi. Yaxshi ham Donnarumani qo'ymagan ekanman. Va o'yin tugadi. Istivoga qo'yilgan baholar juda ham zo'r. Pas berish, dribling, yugurish juda ham zo'r. Omadi kelganlar olgan bo'lsa, juda ham omadli ekan. Istivo olganlar bo'lsa, bu videoni ko'rsa arziydi. Va sizlarga xayr. Riberyni ko'rishguncha ko'ramiz.